Do'stlar, tayyor biznes qidirib turganlar uchun mana sizlarga ajoyib taklifimiz. Zaytun kafesi do'stlar sotuvga qo'yilmoqda. Ushbu joyimizni ijaraga olishgan. O'zlariga moslab turib chiroyli remontlar va jihozlar qilishgan. Hozirgi kunda o'z faoliyatini davom ettirib kelayotgan va bir necha yildan beri o'z mijozlarini xursand qilayotgan Zaytun kafesi sotuvga qo'yilmoqda. Ushbu joyimizda barcha kerakli bo'ladigan texnika jihozlari bor. Turk taomlari va fast food taomlari tayyorlash uchun barcha texnika jihozlar. Umumiy zalda esa 70 nafar mijozga bir vaqtning o'zida xizmat ko'rsatish mumkin. Undan tashqari esa 12 kishilik alohida VIP xonasi ham mavjud. Katta muzlatgich, 3 ta ichimliklar uchun muzlatgich, kassa apparatlari, kuzatuv kameralari. Undan tashqari esa oshxonada barcha kerak bo'ladigan texnika, jihozlar, idish-tovoqlar hammasi shu yerning o'zida mavjud. Ushbu joyimizning umumiy foydali maydoni 165 kvadrat metrni tashkil etadi. Yozda issiq kunlarida tashqarida ham bemalol mijozlarni kutish uchun alohida mana shunday besedkalar ham qilib qo'yilgan. Oldida parkovka uchun joylari bor. Barcha kommunikatsiyalarga ega bo'lgan ushbu joyimizda do'stlar sotuvga qo'yishmoqda tayyor biznes sifatida bemalol bu yerga kelib ijarani davom ettirib turib ushbu joyga egalik qilgan holda biznesda davom ettirishingiz mumkin. Do'stlar, ushbu joyimizda jihozlarini, texnikalarini va barcha remontlarini egalari 40 ming dollarga baholashmoqda. Bu yerga kelib biznesda davom ettirib ketsangiz bas. Ekraningizda turgan raqamlar bilan bog'laning, to'liq ma'lumot oling va ushbu joyda baraka qilishingiz mumkin. Manzilimiz Marg'ilon shahar Soybo'yida Детский больницаning shundoqqina yonginasida bo'ldi. Ushbu videoni tayyor biznes qidirib turgan tanishlaringizga va do'stlaringizga yuborib qo'ying. Kanalimizga obuna bo'ling va ushbu videoga like bosishni unutmang.